Bolam, ko'chadagi muammolaringni uyga olib kirmagin, oyog'ingni urib sindiraman, bilasan-a? Xo'p bo'ladi. Bir soat srok senga. Aka xorim. Yaxshimisiz? Qaror. Nima bo'ldi? Pul so'rayapti. Sandanmi? Xos. Aka bu meni og'aynim. Hamma. Kimadi bu? Yaxshi-ku. Kel. Ben sana ishonardim, gap yo'q lekin. Eng zo'r sensan o'rtoq. Eng zo'risan o'rtoq. Seni shunaqa yaxshi ko'raman. O sen. Ko'chada urush-yurishlarni yig'ishtirasanmi yo'qmi? Men sana kimman? Shu uchun berdimmi sen trenirovkaga? Xo'p. Qayerga ketyapsan? Hozir kelaman. Ha bo'ldi, dachi tayyor. Nima qildi? Ketdimi? Ketdi, turlar. Taqqa bolalar. O'rtoq. Dacha maslahat xotudi. O'rtoq, to'g'rimi bolalar? O'rtoq kishi boshiga 500 mingdan tushyapti. Ha, menimcha shu maslahatni qilib bo'ldilaring, o'rtoq. Bemalol borib kelinglaring. Menda pul yo'q, kuch bor. Sal uchun faqat urush olayman, yomon ko'rina olayman. Sal uchun o'rtoq pul nimaligini bildilaring-da. Endi do'stchilik muhim emas. Bemalol borib kelinglaring. Men eng zo'r edim. Mendan zo'ri yo'q edi. Ha, men faqat og'ir kunda kerakman. Yaxshi joyga, yaxshi kunga men kerak emasman. Bilaman, o'zi o'rganib qoldim, o'rtoq. Keyin yana bitta gap sizlarga. Yana nimadir muammo bo'lsa, bemalol uyimga boringlaring. Eshigim salla uchun doim ochiq. To'g'ri, men pulim yo'q, lekin haqiqiy do'stchiligim bor edi. Endi bo'lsa, uyam yo'q. Men buyumni hisoblalaring. Faqat kerakli payt chaqirlaring. O'zingni ehtiyot qillaring, charchamalaring.